Amerika hökuməti texniki şirkətlərini Xitay-Tayvan urushidan agahlandırğan. Elbette texniki məsələlərimi davamlı halətdə gün tərtib turuyatqan Xitayninki muş texnika arqalıq dünyada nurg'unlagan qalaymaqanchilik chiqarayotgan masalalar davomli kun tartibdagi masala bu qatimg'imi Amerika Markaziy istixborot idorasi CIA bilan davlatlik istixborot organi amaldorlari 2023-yil 7-oyda Kremniy jilg'isidagi bir ishxonada Apple, Nvidia, AMD qatorliq bir turkum texnik magnatlarning bosh ijroiya amaldorlar bilan maxfiy bir yig'in o'tkazib, yig'in ochib, Xitoyning 2027-yili Tayvanga hujum qilishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirish bergan. Yani New York vaqti kezining 24-fevraldagi xabarda 2023-yili mana shunday bir yig'in, maxfiy yig'in ochilib, bu texnik magnatlarga shu CIA va davlatlik istixborot organi mushlarga ma'lumot bergan. Xitoyning 2027-yili Tayvanga hujum qilish ehtimoli haqida degan narsani o'tirib qo'ydi. Bu yig'inga ayni vaqtda Markaziy istixborot idorasi CIA boshlig'i William Burns bilan davlatlik istixborot organining boshlig'i Avril Haines riyosatchilik qilganligini o'tirib qo'ygan New York kezdi. Ikkilan Xitoyning harbiy chiqimining uzluksiz zo'rayib, bu urushga tayyorlik qilish mashq salmoqining eshiyotganligini, bu alomatlar sababli 2027-yildagi xatarni sal cheg'lashga bo'lmaydiganligini aytgan shu vaqtdagi yig'inda. Amerika Moliya ministri Scott Bessent bo'lsa, o'tgan oyda Davosda ochilgan dunyo iqtisod munbirida ogohlantirib, navbatda ilg'or o'zaklarning 97%ning Tayvanda ishlab chiqarilganligini, buning yer shari iqtisodiy duch kelayotgan zo'r bir xavf ekanligini, agar Tayvan oraliq qo'rshavga ilinsa yoki ishlab chiqarish iqtidori vayron qilinsa, buning bir iqtisodiy qiyomat bo'lganligini ta'kidlagan. Moliya ministri Scott bu yangi bir masala 3 yil oldida bular istixborot CIA qatorliqlar bular ta'kidladi. Yaqinda Davos yig'inida bo'lsa, Moliya ministri 97% g'oyat zo'r bir raqamda bo'lamdi. Haqiqatan Tayvanda bir ish bo'lsa, butun dunyoga qanday bir ishlarning bo'lganligini ko'rib olish ta'sir masalasi. Yerim o'tkazgich sanoati jamiyati bo'lsa, 2022-yil tayyorlangan bir maxfiy dokumentda agar Tayvanning o'zak ta'minoti uzilib qolsa, Tayvanda har qanday bir ish bo'lib yoki Xitoy besib kirib degandek, Amerikaning ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati 11% tövallaydiganligi, buning chekinish darajasi 2008-yildagi moliya krizisining 2 hissasiga to'g'ri kelganligini bildirgan. Xitoy iqtisodining tövallash nisbati bo'lsa 16% ga yetishi mumkinligi bildirganda, bu o'zak yerim o'tkazuvchi sanoati jamiyati e'lon qilgan dokumentda. Yer shariy iqtisodi bo'lsa, yer shariy umumiy yer shariy iqtisodiy ziyon 10 trillion dollardan eshib ketadiganligini bildirgan. Tayvanda bir masala chiqsa, istixborot sohasidan kuchli signallar chiqqan bo'lsa-mu, bu qatimqi bu xabar nurg'un manbalarning aytishicha, yig'inga qatnashgan texnik shirkatlari zakazlarni darhol Amerikadagi zavodlarga yo'tkamagan. Buning sababi bo'lsa, tannarxining yuqoriligi va ishlab chiqarish iqtidorining intayin kamchil ekanligi sababdan Trump hokimiyatga kelgandan keyin nurg'un besim ishildi o'tayotganimizga ma'lum bo'lgandek, ba'zi shirkatlar o'zininki ishlab chiqarish o'rinlarini Amerikaga yoki boshqa davlatlarga yo'tkazishga tirishgan bo'lsa-mu, lekin nurg'un shirkatlar hali ham yo'tkamaganligi ma'lum.